Ramazon muborak bo'lsin. Mana hozir ayni qo'limda mana shu Ramazon dasturlariga berib olayotgan damlamam bor. Damlama ichib boryapman. Chunki Ramazon oyida bizlarda faqatgina ruhiy va qalbimiz poklanishi bilan emas, Alloh tanamizni poklanishi uchun ham shunaqa Ramazon oyi kiritganki, o'sha davrda biz uzoq vaqt ochlik va suvsizlikda qolgan vaqtimizda tanamizda juda katta tozalanishlar ketadi va tanamizga shu tozalanishlarga yordam berish uchun har xil damlamalarni kiritganman. Bizani tanamizda har xil yallig'lanishlarni yo'qotadigan narsa. Mana shu ro'zadan foydalangan holda faqatgina qalbimiz, faqatgina ruhimiz emas, demak, tanamizni ham tozalanishi uchun shunaqa damlamalar rosa muhim. Mana bunaqa termiz, 1 litrlik termizlarimizga tayyorlab olib, buni har kun har xil funksiyaga ega bo'lgan damlamalarni ichib boramiz. Men buni retseptlarini berib boraman. Men bu 3 kunlik retseptni ham berganman. Allaqachon buni qilib ko'rgan kishilar bo'lsa kerak. Qilib ko'rmagan kishilarda esa albatta qilib ko'ringlar. Mana shu 3 kunlik intensivda ham shunaqa damlamalar berilgan. Lekin 30 kunlikda ichida esa bizlar funksiya o'sha kiritamiz. Qorindagi damlarni ketkazish, ichaklarni yurg'izish, charchoqlarni ketkazadigan, ayrim tanangizda bor bo'lgan kasalliklaringizga yengil yordam beradigan, tozalanishga yordam beradigan yallig'lanishga qarshi damlamalar. Bular ta'mi juda ham ajoyib, mazali. Men ham rosa sevib qoldim. Bunaqa damlamalarni ichganingizdan keyin siz bu safar oddiy choy bilan qora choyga qoniqmay qo'yasiz. Chunki mazali choylar tarkibida bizani o'zimizda O'zbekiston bozorida, hatto chet elda yashasangiz ham, chet eldagi supermarketlarda sotib olsa bo'ladigan ziravorlar, giyohlar va tabiiy mevalar tarkibidan iborat. O'zbekiston bilasizlar, choy ishlab chiqaradigan plantatsiyalar yo'q. Biz choy ekmaymiz O'zbekistonda. Choy bizlar uchun begona barg, begona mahsulot. U boshqa mamlakatlardan keltirilgan. Aslida qadimda bizni ota-bobolarimiz har xil shunaqa choylardan damlamalar qilib ichishgan. Barglarni quritib, har xil barglarni quritib, deylik bittasi men bilaman behini, daraxtini bargini va mayda cho'plarni quritib choy sifatida olib qo'yishgan. U juda ham tanani hazm qilishiga yordam beradigan va oshqozon og'zi beziga yengil ta'sir ko'rsatadigan narsalar. Yoki yalpizlarni quritib olib qo'yishgan. Mana shu har xil bizlarda ko'katlar va giyohlar va ziravorlardan aslida choy qilib ichishgan. Keyinchalik Buyuk Ipak yo'li orqali har xil mamlakatlardan choy kelgan vaqtda choy juda ham qimmatbaho hisoblangan, oddiy xalq icha olmagan. Keyinchalik bu oddiy xalqlarga tarqaladigan bo'ldi. Bu nimani ketidan, bu bizda yana ham transport rivojlangandan keyin oddiy xalq icha oladigan darajada bo'lgan. O'sha choy ichish bu O'zbekistonning tarixida, ko'k choy, qora choylar ichish O'zbekiston tarixida bu uncha tarixi uzoq narsa emas. Shuning uchun asl bizlar o'zbekistonliklar tog'dan olingan har xil damlamalar, yalpizlar, barglar, quritilgan barglar orqali damlamalar ichgan biz. Mana shu narsa afsus unutilib ketyapti. Lekin men shu narsani qaytarmoqchiman. Mana shu ro'za dasturiga 30 xilini kiritdim. Nima deganda, har bitta damlamani o'zini funksiyasi bor. Shuning uchun bizlar uchun kerak. Holatlaringizda raqamlarda tahlil qilishni ko'rsatib bormoqchiman. Demak, bizda raqamda analiz qiladigan programmamiz bor. O'sha programmamizga qo'yib, sizdagi holatni aniqlab beraman. Ko'rinyapti. Sariq rang ko'rinyapti. Ko'ryapsiz? Strelka sariq rangga qarab ko'rsatilgan. Sariq rangga ko'rsatilgan degani sizni hozirgi vazningizni ko'rsatyapti. Siz hozir qanaqa vazndasiz? Demak, sizda vazningiz ortiqcha, lekin qanaqa darajada ortiqcha ekanligini biz bilmaymiz. Qanaqa darajada vaznda bo'lishim kerak deganni ham taxminan bilamiz, lekin raqamlarda ko'rmaganmiz hech qachonda. Mana bu narsa raqamlarda ko'rsatadigan narsa, BMI deyiladi. Bu nutrisologiyada juda keng qo'llaniladigan narsa, BMI tahlili. Bu hammasi inglizcha bo'lgani uchun men sizlarga tushuntirib beraman. Bu sizda sog'lom vazningiz maksimum 62 kilogramm bo'lishi kerak degan. 63 gacha mumkin degan. Mana yashilni ichiga kirishingiz kerak. 46 kilogramdan 62 kilogrammgacha yashilni ichiga kiradigan bo'lsangiz, bu sizdagi sog'lom vazn hisoblanadi. Sariq rangda bo'ldi degani, bu sariq rang siz uchun e'tibor qilgin. Mana shu yerdan kasallik boshlanadigan chegarada o'tiribsan. Sariq rang chegara degani. Chegaraga kelib qolding, oyog'ingni bosding, chegarada degani. Bu chegarada oyog'imni bosding degani sanda metabolizmga taalluqli bo'lgan kasalliklaring boshlanadi degani. Masalan, nima
boshlanadi. Ortiqcha shishlar, holsizliklar, salgina o'sha tanangizda bo'ladigan charchoqlar, ertalab turganda holsiz bo'lib uyg'onishlar, bitta ish qilgan paytda konsentratsiyangiz bormaydi, yarmida charchab o'sha ishni tugatib qo'yasiz degani. Kunni bilan sizga to'liq energiya bo'lmaydi, qayerdadir holsiz bo'lib qolasiz degani. Charchoq tez bo'ladi, shirinlikka o'ta nimangiz ko'payib ketgan bo'ladi-da. Nima deydi? Xohishingiz ko'payib ketgan bo'ladi. Mana shu chegarada turdiz degani, siz bitta qadam rozvoyga o'tsangiz, keyingisi rozvoy ko'rinib turibdi-yu. Уже sizda sahrni diabetga o'xshaydigan risk paydo bo'lyapti, davleniyani riski paydo bo'lyapti, yurak qon tomir kasalliklarini riski paydo bo'lyapti, papilloma qolgan hamma muammolar, yuzingizdagi muammolar yana ham shishlar ko'payib ketadi degan chegaraga kelib qolasiz. Уже rozvoyga keldingiz degani kasallik sifatida sizga qaraydigan tarafga keldi. Qanchalik to'g'ri? Muhayyo. Hozirgi holat. Ancha nimalar bor, o'xshashlari borda. Bu sariqdan yashil bilan sariqni sal o'rtasida bo'lganingizda edi, hali norma edi. Siz sog'lom vaznadasiz, bemalol xavotir olmasdan yashasangiz bo'ladi. Shu yaxshigina holatingizni saqlashingiz uchun faqat harakat qilishingiz kerak edi. Siz lekin sariqdan rozvoyni o'rtasiga kelib qolganligingiz uchun bu o'sha kasallikdan bitta qadam oldinda turibsiz deganim. O'sha bitta qadam oldinda turibsiz degani, siz tezda hozirni o'zida mana shu sariq chegaradan yashil chegaraga, yashilga qarab siljisiz kerak degani. Bu degani, agar siz hozir 3 marta bir kunda ovqatlanayotgan bo'lsangiz, bu o'sha ortiqcha degani, Muhayyo. Ortiqcha bo'lganligi uchun sizni yoshingiz ham 42 da bo'lgani uchun, ancha metabolizm sekin bo'lganligi uchun siz o'sha demak, 2 mahalliy ovqatlanish bilan vazn tushirishga harakat qilish kerak. Lekin sog'lom vazn tushirib, ichaklarni tozalagan holda, ichkaridan tozalangan holda tushirish kerak. Sog'lom vazn. Kurkurani nima deydi? Birdan ozishim kerak ekan deydigan diyetalarda turish kerak degan emas. Rozvoyga o'tib ketadigan bo'lsangiz, o'sha doktorlarni очередlari, aptekalarda nima deydi? Aptekalarni doimiy klientlariga aylanib qolasiz degani. Siz o'sha chegaradan o'sha pastga tushishingiz kerak ekan. Endi Muhayyoni eshitaylikchi. Bir oylik ro'za kursiga qo'shilganman, nasib bo'lsa, to'g'ri ovqatlanib yashilga o'tib olamiz, alhamdulillah. Yashilga o'tib olasiz. Mana shu 1 oylik kursingizda qo'shilgan vaqtingizda men BMIni hammadan boshidan olib olaman. Chunki sizlar doda o'tiribsizlar. Ungacha bo'lgan vaqtda va mana shu 1 oyda qanday o'zgardilaringiz deganda oxirida BMIlar chiqadi, xuddi shu natijasi chiqadi. Undan tashqari demak, hozir 30 kunlikni chatida turgan bo'lsangiz, chatda hamma holatlaringizni analiz qilish uchun raqamlar keltirildi. Ya'ni o'sha raqamlar bo'yicha o'zingizni belgilaysizda, qayerda aynan muammoingiz bor ekanligi birdan analizini bizlar tarafdan qilib sizga jo'natamiz. Bitta misol sifatida jo'natdim sizlardan. Demak, kimdirdadir o'zi bilmaydi-yu, lekin oshqozon ichak sistemasida muammo bor. Kimdirdadir uyqusida muammo bo'lganligi uchun o'sha bu nevrologический ketadi. Kimdirdadir o'sha metabolizmni balkim muammosi bo'lishi. Hammada har xil. Shuning uchun savollarga javobni qilasiz. U yerda juda ko'p savollar 1 dan 5 gacha balgacha belgilaganmiz. O'sha javoblarni qiladigan bo'lsangiz, mana shu hozirgi holatingizni o'rganasizda va shunga e'tibor bergan holda ro'za tuting. 30 kundan keyin holatingizni yana bir marta belgilaganingizda qayerda qanday o'zgarganligini o'zingiz his qilasiz. Xo'p, bo'pti. Mana shunaqa narsaga e'tibor qilamiz, chunki analizlarni bizlar raqamlarda ko'rib, qanaqa natijada erishdik degan narsani raqamlarda isbotini ham ko'rib borishimiz kerak. Bu rosa muhim. Nima deganda, men ham xuddi shunday doimo raqamlarga qarab boraman. Ya'ni tekshiruvlarda bo'lib boraman, o'zimni qanday his qilyapman degan narsalarda bo'lib boraman. Raqamlarda ko'rsangiz, sizda qanchalik proses ketayotganligini bilasiz. Uni yana ham yaxshilab borishimiz kerak. Lekin siz ham xuddi shunday chegarada turibsiz. Ya'ni kasallikdan bir qadam oldinda turibsiz. O'zingizda nimalarni his qilyapsiz? Mana shu hozir chegarada turgansiz, vazningizni tashlashingiz kerak ekan. Demak, siz ham maksimum 69 kilogramm bo'lishingiz kerak. Muhayyo 62 kilogramm bo'lish kerak edi, sizniki esa 69 kilogramm bo'lishingiz kerak. Maksimumi. Hozir men hali 3 kunlik ro'zani qilganimda rosa yengilladim. Keyin undan tashqari qilmasangiz shu og'irlashib ketyapman. Charchoq bor.
Oldin bosh og'rig'im rosa boshim og'rib turar edi. Hozir o'shani qilgandan keyin undan bosh og'riqlar ham qoldi-da menda. Bor yo'g'i 3 kunlik ro'zada. Tasavvur qiling, siz buni Ha. 30 xil retseptlar, ertalab bilan kechqurungini oladigan bo'lsak, ertalab 30 ta xil retsept, kechqurungi ovqatlanishimiz ham 30 xil shablonlarda, menyularda ovqatlanasiz. Siz 60 ta retsept olasiz va 30 xil damlamalar olasiz. Hozir men ochib turgan damlamalarni har xil turdan 30 xilini olasiz. Mana bu hozir aytayotgan narsalaringiz qanday o'zgarishini keyin ko'rasiz. Hozir o'zi farq qiladi. Ancha yengilladimu, lekin hali to'liq qilganim yo'q hali. Endi xudo xolasa. Endi nasib qilsa ro'za boshlanadi 30 kunligida. Endi shu sochim ko'p to'kiladi. O'sha keyin sochim tez oqarib ketgan. Keyin mana havo isida, mana bahor oylarida terlash bo'ladi menda. Holsizlikdanmi bilmayman. Gormon o'zgarishlarim borligiga jinniy menstruatsiyam yo vaqtli, yo kech kelib, yo to'xtab kasallar bo'lib, jenskiyga ham, keyin hali bu qoqqa ham davolandim. Endi hamma vrachlar ozishingiz kerak deyishdi. O'shanda men 86 kilo edim. Endi hozir 80 kiloga tushdim. Endi o'sha sizni nimangizni ko'rib rosa qiziqib qoldim. Nasib bo'lsa qatnashsangiz, hozir aytayotgan muammolaringiz hammasi hal bo'ladigan narsalar. U dori bilan hal bo'lmaydigan narsalarimiz bor. Dorilarsiz hal bo'ladigan narsalarimiz bor. Shuning uchun sog'lig'ingiz uchun siz kirishishingiz kerak, o'zingizga qadrlashingiz kerak. Birinchi navbatda o'zingizga qadrlashingiz kerak. Qadrlash qayerdan boshlanadi? Odam o'ziga yaxshi narsalarni ravo ko'rib, ilm o'rganib, o'shani amalda qilib, tanasida qancha shunday yengillik topgan ekansiz, bu narsa yana o'zgarib boradi. Xudo xolasa. Qatnashing 30 kunligida qatnashing, bu to'g'risini aytganda rosa arzon. Nima deganda siz hozir aytgan hamma muammolaringizni birin-ketin qilaman desangiz, bundan ortiq million so'mlarni ishlatib yuborasiz. Shuning uchun dorilar vaqtinchalik, sog'lom bo'lish, bilim o'rganish bir umrlik. Men hali o'sha sizniki haqiqatda arzon, yaxshi. Hali nima deydi, o'zini sog'lig'iga, hali mana shu kayfiyat ko'tarilib, bosh og'rimaslikka, umuman hammasiga yaxshi-da. Bitta nima bor, avval analiz topshirasiz ekanda, endi O'zbekistonlik hamma tanisa ham kerak-ku. Keyin men uni qo'shilmaganman, nima qilmaganman, lekin o'sha YouTube'da ko'rganman. Xuddi sizga o'xshab birinchi sizni ko'rib, siznikini bajardim. Keyin uni ko'rdim, lekin kirdim, endi YouTube'da ko'rdim. Unga qo'shilganlar ham bo'lgan ekan. Ular bilan gaplashdim-da. Chatda gaplashdim. Birinchi analiz topshirishar ekan. Avval qo'shilishar ekan. U o'sha palon millionlik u narsa. Keyin unga qo'shilgandan keyin haligi 24 ta qisqartirilgani 18 ta analizga ro'yxat berishar ekan. Bu ro'yxatga keyin topshirasiz ekan. Keyin ichingizda qanaqangi muammo bo'lsa, hammasi o'sha analizda chiqar ekan. U batlar bilan davolashar ekan. Men ko'rdim o'sha batlarni. O'shani aytmoqchiman, u batlarni o'zlari endi ishlab chiqarar ekan. Endi u maqsadi ham endi boshqa narsa. Uni ham tushundim. Sizniki umuman boshqa narsa ekanda. Sizniki hali tabiiy yo'l bilan, damlama bilan shunaqa ham davolaydigan ekan. O'shanga menga rosa yoqdi bu narsa. Endi aytmoqchiman, o'shanga mana analiz topshirsa bir dunyo muammolar chiqib kelar ekanda odamda. Haligi nimasi mana to'g'ri ovqatlanish menyusi, o'sha siz bergandaqangi menyu, lekin damlamalar yo'q. Endi aytmoqchiman, u batlarda ichgani bilan baribir menyusi bo'lish kerak ekanda. Endi omalekim unga 10-15 million pul ketar ekan. Men uni 10-15 million plashdim. Ketar ekan. Endi analizda o'zigami? Og'ir kasal bo'lib, yo'q, qo'shilishga, analizga, batlarga bir 6 million pul ketar ekan. Umumiy bir 15 million ketadi. O'rtacha bir 12-13 million, hatta 20 milliongacha borar ekan. Endi aytmoqchiman, sizniki 1 millionga davolansa yaxshi. Hozir 1 million, keyin ko'tariladi. Endi ko'tarilsa boshida bitta kurs qilganimizda juda ham arzon boshlagandik. Keyin sekin ko'tardik. Hali o'z vaqtida kirolmay qolganlar, boshida kirmay qolganlar. Narxlarni ko'tarib yubordilaringiz ko'zlarda. Chunki beradigan qiymatimiz rosa qimmat. Mana 15 million qayerda-yu, bizani arzimas 1 millionimiz qayerda? Endi hali to'g'ri
unga ko'pchilik haqiqatdan qo'shilolmaydi. Endi bunga ham qo'shilolmaydiganlar bo'ladi-yu. Nima demoqchiman? U endi hali og'ir kasal bo'lib, hali undan hali nima deydi, davolanib yurib turib, oxirigacha borib xursand bo'lganlar ham bor. Hali o'rtada hali byudjetni yetkazdirolmasdan olmasdan qoldirganlar ham bor-da. Endi mana siznikini agarda mana shu otaydoq qilsa, aytganingizdaqangi qilinsa, menimcha o'shanga pulga arzisa kerak deb o'ylayman-da endi. Arziydi. Shuncha Chiqadi, undan ham davolanib ortig'ini olishadi. o'shanga hali hamma xursand mana sizingiz. Ayniqsa o'zim. Rosa o'zim xursand bo'ldim 3 kunda, hatto oilamga ham, xo'jayinimga ham hali kunduzi damlamadan damlab ber, siz mana shundan ichib ko'ring, rosa yaxshi yurasiz ekan deganda hali men zo'r kayfiyatda yurganimni ham ko'rib haqiqatdan hali xursand bo'lishdi-da. Shunaqa. Endi aytmoqchiman, o'sha batlar bilan ham davolasa bo'ladimi rostdan ham? Shuncha odamning muammosi bo'lsa, ichki kasalliklari bo'lsa. Ichki kasalliklarini ovqatlanishni birinchi o'ringa qo'yadi, damlamali, lekin faqatgina ovqatlanish emas, u shifobaxsh ovqatlanish bo'lishi kerak. Oddiy ovqatlanish emas. Undan keyin badlarni qo'yish mumkin, lekin badlarni yuqori texnologiyalik badlar bo'lishi kerak. Taxminan meni yuritadigan dasturlarimda 80% kasalligi ketadi odamlarda. Kosmetologik muammosi ketadi, yuzini oqarishi, dog'lari, poliplar, ugrilar, nima deydi, yuzdagi shishlar ketadi. Yuzi chiroyli oq rangga kiradi. Bu kosmetologik tarafdan. Undan keyin ichki organlarini hazm qilish sistemasi yaxshilanadi. Birinchidan ichagi tozalanadi, qabziyati yaxshilanadi, shishlar, gazlar ketadi. Keyin o't ajralishi yaxshilanadi. Mana bu ko'pincha taxirtam kelyapti deydigan odamlarda yaxshilanadi mana shu holati. Keyin glyukozasi normallashadi. Hali diabetiklarniki ayniqsa, glyukozasi yuqori bo'lganlarniki. Bu ichki organdan tozalanishida. Undan keyin tashqi ko'rinishidan vazniga nisbatan yog'i ketadi bizlarda. Shuning uchun ixchamlashib boradi. Bizda taroziga baho bermaymiz. Bizlar qanchalik ixchamlashyapti. Bu qo'l aylanadi, qorin aylanadi. Nima aylanasi, g'azza aylanasi ancha ixchamlashadi. Shuning uchun har bitta meni dasturim hammasi shifobaxsh va davolovchi hisoblanadi. Shunga e'tibor qilamiz. Mana shuni bajarsagina oxirida agar bad so'rasa, faqat yuqori texnologiyalik so'ragan odamga aytamiz. Odatda dasturlarimda badni reklamasi ketmaydi. Chunki badga yopishib qolmasligi uchun 80% muammosini ovqatlanish orqali hal bo'ladi. Qolgan narsaga moliyasi ko'taradigan bo'lsa, o'sha odamlar so'rashadi. Undan qachon so'rasa o'sha vaqtda tushuntiramiz, aytamiz, ko'rsatib yoramiz. Kimdan sotib olishni, qayerdan olishni ko'rsatib yoramiz. O'zim to'g'ri sotuv bilan shug'ullanmayman. Men dastur, men ilmiy. O'sha batlar har xil nimadan bor ekan. Masalan, Turkiyada chiqqan, har xil badlar bor. Mamlakatga qarab baho bermaymiz. Faqatgina uni texnologiyasiga qarab. Ya'ni oshqozoningizga kirgandan keyin dalshi qanday ishlaydi degan texnologiyasi bor. Og'izda yutadigan emas, nimadan qilingan emas. Ichkariga kirgandan keyin qanday ishlaydigan. Men shunga faqat baho beraman. Shu bo'yicha tanlagan firma bo'yicha ishlaymiz. Hozir biz mana shuni hali dasturingizdagi narsani qilib borsak, ham ozamiz, ham mana muammolar, ko'p muammolarda yechim topilinadi. Shunaqa. Keyin bizga shu narsa batlar kerak bo'lmasa, ichmay qo'yaveramiz. Ichmay qo'yadigan odamlar ham bor. So'raydigan odamlar ham bor. Shuning uchun ko'pincha so'rasalar aytamiz, so'ramagan odamga qarab o'tirmaymiz. Chunki bemalol shu bo'yicha salomlashib, shu bo'yicha qoniqib ketadiganlar bor. Men hali o'zim sira ichib ko'rmaganman-da bu narsani. Men aytmoqchiman, 40 yoshdan o'tgandan keyin odamda organizmiga bironta vitamin yo biron nimalar yetishmaydi-ku. Kerak bo'ladi. Kerak emasligi nima uchun degan narsani aytay. Birinchi sinf degan bor, ikkinchi sinf degan bor, uchinchi sinf degan narsa bor, bilasizmi? Masalan, sizda hozir shu yerda kelgan ko'pchilikni birinchi sinfni talabi bor. ABC ni o'rgating degan, alifboni o'rgating degan narsa. Alifbo bu meni dasturlarim. O'rganib olishadi. Voy, sog'lom bo'lib oldim deydi. Bu safar nimani istaydi? Sizga o'xshab yuzim yaltirashini istayman deydi. Yoshim yosharishini istayman deydi. Chunki meni hozir tanamning yoshi 27 yoshda. Bu raqamlarda ko'rsatilgan. Ya'ni bizda apparat bor, o'sha apparat qo'lni uchidagi mikrokapillarni qarab tekshirib yoshni belgilaydi. Chunki qancha yoshingiz katta bo'lsa, bu kapillarlar yo'qoladi. Tanangizda yoshini belgilaydigan narsalar bor. Men hozir yoshim pasportda 44 yosh, lekin tanam 27 yosh. Men 2-sinf bo'lgandan keyin men ham yosh bo'lishni istayman deydigan bo'laman. Mana shunaqa holatdagina o'sha badlar kerak bo'ladi. Yoshlikni saqlashni istayman desangiz, bad kerak. Yo, men sog'lom qarib borishni istayman desangiz, bad kerak emas 40 yoshdan keyin.
Ha. Bemalol batlar ham programmangiz bo'yicha xuddi o'shandan sog'lom, lekin tanangiz уже qarishga qarab ketadi. Qarish prosesini sekinlashtiraman deydigan odam iloji yo'q, bu eng zo'r yuqori texnologiyalik badlar bilan qiladi. Yo ukollar bilan qiladi. Yo ukol bilan kiritadi, yo bad orqali og'zidan kiritadi. Har qanaqa bad siz to'g'ri kelmaydi. siz o'shanaqangi batlardan ichasizmi agar sir bo'lmasa? Albatta, ha. O'zimga har O'sha oy batlar masalan taxminan qancha turadi, misol? man ichadigan kompleks deymiz. Bitta, ikkita, uchta emas. Ular kompleksda ichiladi. Eng arzoni $250. Taxminan $250-300 umumiy narxni aytadigan bo'lsam, bir oyga o'zimga sarf qilaman. O'sha komplektda. Komplektda. Ha, uni keyin qancha kurs ichiladi? Har oy, doimiy, har oy, chunki medikament emas, ozuqa va tabiiy narsadan qilingan. Ha, masalan 2-3 oy ichib turib to'xtatib, keyin ichsa bo'laveradi. Shunaqa qilsa bo'laveradi? Yo'q. Bo'lmaydimi? Yo'q. Doimiy ravishda. Doimiy ravishda. Shuning uchun Kollagenlarchi, xuddi shunday tarkibida kompleksni ichida, hammasi ichida. Kollagenu, bor. omega 3, mineralu, hamma kerakli narsa 40 yoshdan keyin tanangizni o'zi ishlab chiqarmaydigan narsalar bilan oziq-ovqatdan to'liq ololmaydigan narsalarimiz bor. O'sha narsani kompleksda qilamiz. Bir kishiga kompleksni belgilaymiz, uni anaqa yoshiga va muammosiga qarab. O'shanda qancha summa o'ziga sarf qila oladigan bo'lsa, o'sha summaga moslashtiriladi. Lekin $200 dan kam bo'lmaydi-da. 200, 300. Ayrim kishilar meni tanish nima deydi, klientlarimning ichida $400-500 sarf qiladigan odamlar bor. Qancha odamni yoshi katta bo'laversa, shuncha yosh qolishni istayman deydigan odamlar bor. Shunga yarasha energiyasi yuqori bo'ladi, shunga yarasha topim bo'ladi. Chunki energiya bo'lmagan odam ishlay olmaydi, topa olmaydi shu summani ham. Uni keyin yillab mobaynida ichar ekanda. Yillab davomida ichadi. Men o'zim mana o'sha 3-yil ichayotganim. Rahmat. Sog' bo'ling, Salomat rahmat. bo'ling. Ha. Sariq bilan yashilni o'rtasi nima degani? Siz salgina ortiqcha vazn bo'lish chegarasida turibsiz, lekin normaga ham yaqinsiz. Hozirgi vazningizni shu turishda saqlab boring degani. Men o'zi 77 kiloga chiqqan edim. Oldin. Bulturgi boshqa mendan oldingi ishtirokchi aytgan marafonda qatnashganman. Xuddi o'sha ayolni marafonini aytganga o'xshadi gaplaridan. O'sha marafonda qatnash 2 oyda 14 kilo vazn tashlaganman. Keyin siznikini o'shanda allergiyamizga davolanamiz bahonada deganmiz, lekin onamga allergiyasiga qilolmadik. Siznikini lekin YouTube'dan ko'rib, onam allergiyasiga o'sha 2 marta nimada marafonda yaxshi rezultat oldi. Mana 3-chisiga qatnashyapmiz. O'sha birinchisida uncha qatnasha olmagan edi, ayrim sabablarga ko'ra. Keyingisida o'zi qatnashdi, aktiv. Yana ham ko'p nima oldi, foydalar oldi. Hech nima yeyolmas edi. Hozir hatto tuxumlarni kunda tuxum ham yeyapti. Nima yesam ham allergiya bo'lib qolaman, hech narsa yeyolmayman deganda onangizdan. Hozir hamma narsa yey oladigan bo'ldilarmi? O'sha sabab, mana siz sabab qildi Xudoyim. Hamma narsa yeyaptilar hozir. Smuzilar kunda smuzi qilib ichamiz. Yashil smuzi albatta kunda. Smuzi. Kechki paytga birorta nima qilamiz, lekin ertalabga albatta smuzi qilmasam bo'lmaydi deydi. Salat qilib yeyapmiz. Ertalab salat, smuzi, o'sha oqsilni qanaqa nima deydi, to'g'ri ovqatlanishni, qaralgan to'g'ri tuzishni bilib oldi. Молодец. O'rgandilar. Yaxshi aktiv qatnashib amalda qilganlar uchun yaxshi o'rgandilar. O'sha siz aytmoqchi yuzimizdagi nima ham ancha ketyapti. Hali oqarishliklar bor. Hali toshmalar deydi-yu, shunaqalar qarindoshlarga, nevaralarga hammaga aytayapti. Ona kimga bo'lsa shakarni yema, shirinlikni yema, smuzi qilib ich, shunaqa gaplarni aytayapti. Молодец, xursandlar. Ilm olgan kishi o'zini ilmini birovlarga ham aytishni istaydilar. Xursandman. Menimcha bunaqa darajada agar qoniqib xursand bo'lib, natijalardan xursand bo'lmaganda bunaqa demaslar. Chunki allergiya meditsinada tuzalmaydigan kasallik deb tan olingan butun dunyoda. To'ppa-to'g'ri. Yaponiyada ham shu, O'zbekistonda ham shu tuzalmaydigan kasal deb tan olingan narsa. Lekin meni metodim orqali bu tuzaladigan narsa. Xuddi shunaqa. Mana sizlar esa meni isbotim. Mana yaxshi nima bo'ldi, Xudoga shukr. Endi
Sizdan eng minnatdorman. yaxshi narsa to'liq o'rganish bilimni. O'sha uchun qaysidir dasturimga kirdilaringizmi, uni to'liq qilib, to'liq o'rganib chiqib, uni davom ettira oladigan darajada yaxshi egallab olish. Shuning uchun hozir boshida kirib olinglar, chunki bizlar keyingi dasturimizda yana narxini sekin-sekin oshirib boraveramiz. Buni orqasida mehnat rosa ko'p. Shuning uchun hozir boshida rosa arzon narxlar belgilaganimiz bu sizlar uchun shans. To'g'ri, siz ancha arzon. O'sha men oldingi marafonda o'sha ayol aytdi-ku, analizlar topshiriladi deb. 5 millionga analiz topshirganman. Oho. Batlarini olib ichaman hozirgacha. O'sha nimanikini, kompaniyanikini. Kompaniya emas, o'sha ayolning batlarini Germaniya texnologiyasi asosida deyilgan, o'sha yerdan olib kelingan deyilgan. O'shani ichamiz oma. Lekin qimmatligi qimmat, to'ppa-to'g'ri qimmat edi. Biz qishloq sharoitdagilarga ayniqsa. Sizniki rosa ham yaxshi. O'zimizda bor narsalardan aytyapsiz, qilyapmiz. Shunaqa. Hattoki tavsiya qiladigan badim 5 millionga bo'lmaydi. Даже 2 million, 3 millionning ichida to'liq bo'ladigan narsa. Agar bat olaman degan taqdirda ham-da. To'g'ri, shunaqa. Sizga rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, xursandman. Onajingizga salom ayting. Ro'za tutadigan bo'lsalar, keyingi dasturimizga, ro'za dasturimizga ham qo'shilib olsinlar. Bu safar menyu beraman. Sizlar qo'shilgan dasturda menyu berilmagan edi. Sizlarning doimiy yeydigan ovqatlaringizda. Siz qo'shilgansiz. Qo'shildim. Ro'zaga qo'shilgan bo'lsangiz, boyangi raqamli sizda tahlilingiz chiqadi. Raqamlarni kiritib boring. Oxirida biz xuddi shuni yana qilamizda, qanaqa darajada siz o'zgardingiz degan o'zingizda analizni ko'rasiz, raqamlarda chiqadi o'sha. Analizlar o'zimizda maxsus ishlab chiqargan programmamiz bo'yicha qilib boramiz. Shuning uchun kiring va to'ldirib chiqing. Hozir 30 kunlikni chatida turibdi. Siz sotib olgan 30 kunlik ro'zani chatida turibdi. O'sha chatda unaqa qila olmadim men hozir. Bo'pti. Endi kirib ko'rasiz. Xo'p, yana ko'rishguncha muhabbat. Mana bu siz dahshat zo'r ko'rinishda yam-yashilni o'rtasida yam-yashil bo'lib turibsiz. Rahmat. Haqiqatdan shunaqa, qarang, yam-yashilni o'rtasida yam-yashil bo'lib turibsiz. Ba'zingiz normaga kiradi. Norma. Da 46 dan 62 kilogramgacha bo'lsangiz normaga kirasiz. 46 gacha bo'lsangiz ham, deylik, o'sha normaga tushadi. 46 bilan 62 ning o'rtasida normadasiz. Yam-yashil bo'lib turibsiz. Malades, shu holatingizda davom etasiz degani. Rahmat. Sizga savolim bor edi-da, maylimi? Davay. Nima? Men hozir 55 kilogramman dedim. Demak, vaznim kam, ro'za olishim to'g'rimi, noto'g'rimi deb. Vazn kam emas, hozir javobini aytdim sizga. Ha. Hozir javob normaga kirasiz dedim. Demak, ro'zani olsam bo'ladi, to'g'rimi? Ro'za birinchi navbatda ro'za nima uchun? Olish bu bizani Alloh uchun gunohlarimizni kechirishi uchun qilinadigan, qalbimiz tozalanadigan, ruhimiz tozalanadigan narsa. Ro'zada meni programmam bu payg'ambarimiz aytib o'tgan sunnatlari bo'yicha ovqatlanadigan narsa. U yerda to'g'ri bilimlar ham ketadi. U qanaqa bilimlar ketadi? To'g'ri ovqatlanishni ham o'rganib borasiz. Ozish uchun programma qilganim yo'q ro'zani. Bu sunnat bo'yicha. Lekin tozalanish natijasida va tozalanadigan har xil damlamalar bo'lganligi uchun, sog'lom ovqatlanadigan variantlarda o'rgatayotganligim uchun, shifobaxsh ovqatlanayotganligi uchun ortiqcha vazndagi bo'lgan odamlar tabiiy ravishda tushadi degani. Sizniki vazningizni shu turishga davom ettirishingiz kerak. Ro'za vaqtida niyat qilib, gunohlaringizdan Alloh kechiradigan davr albatta tuting. Shuni misolida ham o'rganib oling, qanday qilib ovqatlanishda. Rahmat. Katta rahmat. Sizni kurslaringizni qoldirmay qatnashyapman. Keyin chat guruhimiz bor. Chat guruhida sizni tahlilingiz chiqadi. Bu hozirgi tahlildan ham ko'ra chuqurroq tahlillar chiqadi, raqamlarda chiqadi. O'shalarni bajarib kuting, chunki 30 kundan keyin yana sizda ahvolingiz qanday o'zgardi, belgilaringiz qanday, tanadagi belgilar ketdi degan narsani ko'rasiz. Ya'ni tanadagi belgilar nima edi? Shishlar, hazm qilishlar, uyqu masalasida, sizda energiya masalasida holsizliklaringiz, ya'ni sizda hamma organlaringiz qanday ishlayotganligini raqamli tahlili bor. O'sha oldin qanaqa qayda, ro'zadan keyin qanday o'zgardigan narsalarni ko'rib boramiz. Katta rahmat, ustoz. Salomat bo'ling, yana ko'rishguncha. Sizniki sariqdan o'tib rozviga уже kirib keldingiz ekan. Ya'ni birinchi darajali ожирение deydilar. Birinchi darajali semirish. Birinchi darajali semirish bo'lgani uchun sizda hamma noto'g'ri turmush tarzidan kelib chiqqan kasalliklarni
birinchi qadamini boshlab bo'ldi degani. Manimcha davleniyalar bor degani, Bor. bu Ha, o'sha bor. holsizliklar bor degani, bu salgina o'sha glyukoza baland degani, bu yurak qon tomir kasalligiga bir qadam turibsiz. Xohlagan vaqtda qayerdadir infarkt, insult bo'lsa ham ajablanadigan narsasi yo'q degan holatda turibsiz degani. Bo'g'imlar og'riyotgandir, o'sha yaxshi uxlolmaslik yoki ertalab charchab turishlar. Mana bunaqa belgilar rosa ko'p degan, shunday emasmi? O'zi gapirib beringchi. Shunaqa davleniyam bor. Hozir davleniyamga lecheniya oldim. Baribir shu boshim og'riydi, qulog'im so'ng'illaydi, davleniyam ko'zimga beryapti. Xuddi siz aytgan nimalar hozir menda bor. Davleniyamga lecheniya oldim, baribir bunaqa boshim og'rig'i qolmayapti. Keyin bu 20-yillarda shunaqa diyetaga qatnashgan edim, hali Gerbalayevga. 77 kilo edim, qatnashib 61 kiloga tushgan edim. Keyin mana shu o'tgan yildan beri haligi yedim, mana vaznim oshib ketdi yana 72 kiloga chiqdim. 42 kilogramdan 57 kilogramgacha, 58 kilogramgacha bo'lishingiz kerak. Maksimum 58 gacha bo'lishingiz kerak. O'sha uchun Muhayyo opa, qachon agar mabodo sizda infarkt, insult bo'lib qolsa ham hayron qolmaydigan darajada turibsiz. Shunaqa boshim og'riyapti, davleniyam chiqib o'ynayapti, davleniyam dam tushyapti, dam oshyapti, dam tushyapti, dam oshyapti. Shunaqa holatdaman hozir, haqiqatan ham. Хорошо. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Qani sizdan savol so'raylikchi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Ko'p narsalar mana qarayapsiz, o'rganyapsiz. O'rgandim o'shanga. Sizga o'sha savol beryapman, nima qilay deb. Va ro'za tutish niyatida bo'lsangiz, ro'za dasturiga qatnashing. Shu bilan birgalikda ba'zingiz ham tushadi, davleningiz birinchi navbatda yaxshilanadi. Chunki o'sha buni 2-3 kunda o'sha birdan his qiladigan bo'lasiz. Keyin boshqa og'riqlar, lishniylari ketadi. Nima deganda, biz mana muammolaringiz ro'zani ketidan, birinchidan ruhiy tinchlanayotganingizni ketidan va har xil foydali shifobaxsh damlamalarni ketidan va men berayotgan 60 xildagi menyularni qilishingizni ketidan yo'qoladi. Bu turishda yo yotib qolasiz, biron bir infarkt, insult bo'lib, yo ilm o'rganasiz, hayotingizga kiritasiz. Shunaqa. Lekin ko'p asabiylashaman. Juda ko'p. Asab mana shunga bog'liq. Asabingiz tinchlanadi, sizni ichingizga bog'liq. Ichingiz tozalansa, asab ketadi. Qabziyatim ham bor-da, qabziyatim ham bor. Asabiylashyapman deydigan odam doimo ichagi toza emas. Yo qabziyati, yo damlashlar, yo gaz yig'ilishlar. Shuning uchun xarakteringiz o'zgaradi. Qanday o'zgaradi? Ichki organingiz tozalanadigan bo'lsa, menda faqat tabiiy usul. Men faqat tabiiy usullar bilan qilaman. Buni oziqalar, ovqatlar, damlamalar, ichimliklar, agar xohish bo'lsa keyin badlar. Bu badlar haqida lekin dasturimning oxirida gaplashamiz. Chunki oldin ovqatlanish damlamalarini qilib, 80% muammolaringiz shuni o'zida hal bo'ladi ko'pi. Undan keyin istak bo'lsa badlar. Atak ungacha faqat dastur bo'yicha. Xo'p, qatnashaman. Hamma narsani o'rganib, o'qib chiqingda, o'sha keyin boshlang. Keyin chat guruhda sizda tahliliz chiqadi. Hozir ayni muammoingiz, eng maksimal muammoingiz qayerda? O'shalarni nima deydi, tahlili chiqadi, raqamlarda tahlili chiqadi, analizi chiqadi. U keyin bir oydan keyin yana xuddi shunday analiz olamiz. Qanaqa darajada yaxshilandi deganni raqamlarda ko'ramiz, analizlarda ko'ramiz. Analiz deganda u savol javoblar tarafida bor, bizning o'zimiz ishlab chiqqan maxsus programmamiz bo'yicha qilinadi. U bepul, chatda joylashtirilgan, bepul. Shuning uchun kiring, to'ldiring, analizingizni olasizda, keyin oxirida yana bitta tekshiramiz. Anaqa tashab qo'yasizmi, nima deydi? Karta nomeri. Karta nomeri sizga mana shu chatda yana bir marta keladi. Menejerga murojaat qiling. Reklama hamma postda bor. O'shanisiga kirib, kartani olib, to'lov qilib o'ting. Bu turishda siz birovga yuk bo'lmang. Siz sog'lom bo'lib, xursand bo'lib yuradigan, davringizdan mazza qiladigan nima deydi? Rohatini ol deyishadi, rohatini ko'r deyishadi. Rohatlanadigan davrga kirgansiz, siz esa bir qadam nima deydi? Narigi dunyoga qarab qadam qo'yasiz. O'sha rozvey mana shu narsani bildiradi. Hayotimizga xavfli bo'lgan kasalliklarga bir qadam qo'ydik degani u yerda. Bir oydan beri hech anaqa tuzalib ketmayapman-da. Yaxshi bo'lib ketmayapman. Shuning uchun salomat bo'ling, kutaman. 68. 70 edim, boya 3 kunlik ro'zada ozibmanda 2 kilo. Молодец.
Siz ham zo'r normaga tushib oldingiz. Sariqda bo'lgansiz, 3 kunlik ro'zamizni tutib, ozib olib, normaga tushib Ha. oldingiz. Okey, O'zim ham yaxshi. sezdim. Nimalarni Juda sezdimda o'zim ham. Mhm. Yengil bo'ldim. Ana namozlarimda yengil bo'ldim. Bug'unlarimda og'riq kamaydi. 3 kunning ichidagi. Ha, kitob o'qishga qiziqib qoldim. Kitob ochganimdan uxlaydimda. Ha. Ancha sezdimda. Sizga holsiz bo'lganingiz uchun uxlab qolgansiz, shundaymi? Ha, shunday anularim. Qornilarim chiqib qolgan edi, qaytdi ancha. Молодец. Birdan sezdim o'zgarishimda. Shunga birdan to'la o'qib, qatnashdim ana 1 oylik ro'zaga. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa yana ham zo'r rezultatlarni olasiz. Allohim aytganingiz kelsin. Ana shu vazningizni davom ettirasiz, nasib bo'lsa. Yana ham sog'lomlashasiz. Bu safar o'sha holatlaringiz bo'yicha ketadi. Bor-yo'q 3 kunda shuncha zo'r rezultatlarni his qildingizmi? Sizda albatta yana ham zo'r rezultat bo'ladi 30 kundan, 30 kunning ichida. Ham birinchidan kitoblar, ibodatlaringizga bemalol qaray olasizda. Istagan o'sha nimalaringizni, kitoblaringiz, diniy kitoblaringizni o'qiy olasizlar. Bu qancha zo'r narsa. Xursandman. Men xuddi shunaqa narsani niyat qilib, 2 rakat namoz o'qib, Xudodan so'rab boshlagandim mana shu dasturda. Odamlarning ibodatiga kuch bo'lsin deb. Shunday bo'ldi, rahmat. Amringizdan Xursand baraka bo'ldim. toping. Ayangizga ham katta rahmat shunday qizni tarbiya qilib, bizga mana bilimingizni berganingiz uchun. Rahmat, Nasib bo'lsa. amin. Xudo nasib O'zaro qildi birinchi qo'ling. navbatda. Bu Ha, hammasi xayr Allohda. bersin. Bo'lmasa 100 ta bahona bo'lib, qaramassiz ham, kirmassiz ham chiqib ketasiz ham. Alloh Shunday, nasib shunday. qildi. Shunday. Yana bitta Ha. Dilapa savolim bor edi. Hozir men Davay. uncha ullanolmaydim-da bu chatga. O'g'lim ula Aha. berdi. Shu yuzidan 15 yosh. Aha. Yuzida shunday boyagi nima toshib ketganda. Gormonali. Ha. Nima qiladi? Birinchi Husnbuzarlar. navbatda husnbuzarlarda. Meni ham o'g'lim как раз hozir shu yoshda rosa xunuk bo'lib toshib ketgan edi. Ana Ha. maylimi shunday yuraversinmi? Ya bir narsa Yo'q, qilmaydi. yo'q. Anaqa, buni iloji bor. Nima uchun? Birinchi navbatda yaxshi yuzini yuvadi va yaxshi yuziga krem surtadi. Krem degani hali питательный krem bo'ladi, yog'li krem. Yog'li krem. Bir kunda 2 marta yaxshilab yuvadi va yaxshi krem surtadi. Bu tashqaridan qilinadigan manaqa, nima deydi? Parvarish. O'xot. O'xot. Ichkaridan parvarish bor. Ichkaridan shirinliklarni to'xtatadi. O'rniga siz mana shu dasturda o'rganayotgan narsalaringizdan yeydi. Ichkaridan parvarish, tashqaridan parvarish yuzi chiroyli galtirab yuradi. Shu men yeyotgan Husnbuzarlar narsalar ketadi. yeyversin, bu ham. Da, siz dasturda 30 kunlikda qatnashyapsiz-ku, shuni ham o'shan bo'yicha ovqatlansin. Ha. Xuddi o'shanaqa damlamalar, xuddi shunday ovqatlanish tartiblari bor, menyulari bor. O'sha bo'yicha ovqatlansin va boya aytganimdek tashqi o'xot ham kerak. Qo'li bilan qichitmasin, nima qilmasin, lekin Krem surtsin. kunida 2 marta yuvib, yog'li krem surtadi. Yog'li Ha. krem surtadi. Ana shunda yaxshilanadi. Shirinliklar yemasini? Albatta. Sal Boyagi shirinlik gaz- bitir chiqib ketadi yana. Mevalar mumkin, 100% har qanaqa meva mumkin. Boya gazli ichimliklar-chi, shuni ko'p ichyapti-da. Bu eng mumkin emasini ichiga kiradi. Shuni qo'ymayapti-da, Pepsiga o'rganib qoldi. No. O'ziga eshittirib turibman-da, shu sizdan eshitsin, xuddi ustozdek gapirasiz, men aytganim qilmayapti. Qizlar qarasin desang, toza yuz kerak, qizlar jirkanadi. To'g'risini Qilyapti bu. aytdi. O'sha uchun sen kimlar uchun harakat qilishing kerak? Qizlar senga qarash uchun. Bo'ldi. Pepsi mumkin emas ichiga kiradi. Rahmat Dilapa. Salomat bo'ling, xo'p. Nasib bo'lsa uchrashamiz. Siz chegarada turibsiz. Sap-sariqni o'rtasida. Sariqxona bo'lib turibsiz. Bu chegara degani. Ya'ni ortiqcha vazn bor degani, lekin ожирение birinchi stepeni emas, bu rozvoy esa ожирение birinchi stepen, qizili esa ikkinchi stepeni, uchinchisi keyin keladi. Siz esa ortiqcha vazn degan sariqda turibsiz. Bu ortiqcha vazndan salgina siz past bo'lib olishingiz kerak degani. Nechalar qilishim kerak endi? Tak, sizga demak normaga tushishingiz uchun normaga tushishingiz uchun maksimum 68 kilogramm bo'lishingiz kerak. Kamgina demak 4 kilogramm tushishingiz kerak, 5 kilogramm tushishingiz kerak. Shu ro'zani o'sha 65lar ham bo'ladi minimum. Minimum aytaymi hozir. Hozir maksimumni bildik. Minimum bizda 50 kilogramm. 50 kilogramm bilan 68 ni o'rtasida yursangiz, siz norma degani.
50 bilan 68 ni o'rtasida yurishingiz kerak. 68 ham normada siz. 50 ham normada hattoki. Hozir bo'g'imlamda og'riq bor. Qirsillar. Da ko'ryapsizmi, o'sha salgina vazn ko'paysa bizlarda ko'p narsani Sezilma his vazn qilamiz. ko'pligini o'zi. Da salgina vazn Bilaman. 5 kilogramm. Qarang, endi xaziyat bor-ku, unaqa ro'zadan Hmm. boshqa mayiz bormi? O'shanga yechim topadigan bironta mayiz. Ro'zadan keyin ham bor. Ro'zani o'zi ham qabziyatga yaxshi ishlaydi. Ya endi 30 kunlik to'lash imkoni yo'q hozir menda o'sha uchun so'radim. U undan qimmat bo'ladi keyingisi. Chunki u ham 2 oylik bo'ladi keyingi dasturim. 2 oylik dasturda sog'lom qilib made in Zila deb chiqarib yuboramiz. Soppa sog'lom, chiroyli qilib. Ro'zada yo'q, bunisi yo'q. 3 kunlik debdi. Da, unavi ro'za bu birinchi navbatda ibodatlaringiz yengil bo'lishi uchun, Alloh uchun qiladigan hamma o'qishliklaringiz, ibodatlaringizga kuch bo'lishligi uchun. Ro'za yana bitta zo'r tarafi, agar tutaman deydigan odam bo'lsangiz, ro'za tutaman deydigan kishi bo'lsangiz, niyat qilgan bo'lsangiz, tanangiz birgalikda tozalanadi. O'sha ro'zadan foydalangan yaxshi. Ham ibodat qilayotgan vaqtingizda ko'nglingiz tinch, stresslar kam bo'ladi, tanani tozalanishi yana ham tezlashadi. 3 kunlik ro'zangizni ham hal anaqagami yo'q, endi o'shandan boshlayman. Da, Eshitib sinab yuribman, ko'ring. lekin tinglayapman. Da, sinab ko'ring, qarang, o'sha juda ko'p sinaganlar odamlar ham bor. Mana o'sha yaxshi rezultat oldim deb 30 kunlikka o'tadigan odamlar bor. Nima deganda 3 kunlik bor yo'g'i 3 kunligingizni belgilayapti, lekin bizni tanamiz juda ham ko'p narsa kerak-da. Shuning uchun har kun har xillik bo'lish kerak. Siz 30 kunlikda ichida 60 xil retseptni ko'rasiz, menyuni ko'rasiz, 60 xil menyuni ko'rasiz. 30 xil mana har xil damlamalarni ko'rasiz. Bu juda katta bir umrlik bilim. Dorilarga bundan ortiq sarf qilaverasiz. Kam-kamdan. Kam-kamdan daryo ketadi. Shunaqa narsa. Xudo nasib qilgan bo'lsin ilohim. Chunki nasib qilmagan bo'lsa, hamma narsa bahona bo'ladi, saboqada aniq qila olmaysiz, qatnasha olmaysiz. Pul bahona bo'ladi, yoki qanaqadir sabablar chiqadi, yoki kimdir bir narsa deydi, yoki o'zingiz unaqa ikkilanasiz, mayli qo'y, qilmay deysiz. Tushunyapsizmi? Alloh nasib qilmasa, hamma narsa sabab bo'ladi. O'sha birinchi navbatda Allohdan so'rang, nasib qilsin. Undan keyin o'zingizni qadrlashga kirishing. O'zini odam sevishi, qadrlashi birinchi navbatda tanasiga bo'lgan munosabatdan boshlanadi. Qalbi bilan tana bog'langan, tanangiz toza bo'lsa, qalban siz yengil bo'lasiz. O'sha bir narsa qilay deydigan narsa bo'lsa, ruhiy keyin ibodatingiz bunga Xudoga shukr qo'shiladi ro'za vaqtida. Yana ham nur ustida a'lo nur. Ham ruhan poklanib, ham qalban, ham tanangiz poklana boshlaydi. Detoks ketadi. Yaxshi, hammasini qilyapman-ku, klubda ko'rib turibsiz, hammasini bajaryapman. Bajarmagan ishim qolmadi hammasini, lekin shu hech vesim siljimayapti-da. Vesim shu To'xtang, men sizni qaraylik. Qarang, bo'lmasa qora non yeyman. Non yesam qora non yeyman. Polni pitaniyamni bilasiz. Polni masalan 2 oy bo'lyapti bajarayotganimga. Ortiqcha narsa umuman yemayman, anaqa qilmayman. Polni shunaqa, lekin ves siljimayapti-da. Hayronman, nima bunaqa deyman, hayronman. Odamlar bir kunda 1 kilo tashladim, 2 kilo tashladim deyapti. Hayron, og'zim ochilib qarab turaman. Nima bunaqa? Ularda juda ham shishlar ko'p, ularda ortiqcha toksinlar ko'p-da. Davolanib toza bir narsa yesalar, tanasi уже tozalana boshlayapti-da. Siz uzoq vaqtli уже tozalanib borib, mana shu yaxshi ahvolingizda davom ettirishingiz kerak bo'lgan sizning maqsadingiz bo'lishi kerak. Yaxshi ahvolni, hozirgi yaxshi ahvolni davom ettirish. 60 yoshda sizga o'xshab ko'rinishi zo'r, aktiv, ham nima deydi, ichakda bo'ladigan muammolari yo'q va jismonan aktiv bo'ladigan odam juda ham kam 61 yoshda. Lekin bitta narsaki, men bir kunda bir mahal ichim kelar edi oldin. Mana shu klub boshlangandan keyin ishonasizmi, bir kunda 3 marta ichim kelyapti. 3 marta kelyapti ichim. Lekin ves siljimayapti-da. Shunga hayronman-da. Nega ichim kelyapti deyman. Nega ves siljimayapti? Nega ves siljimayapti? Muskul yetishmayapti. Ko'rinishingiz ixcham bo'lgani uchun уже yaxshigina norma deb hisoblasangiz ham bo'ladi. Agar ortiqcha ves bo'lsa, ortiqcha yog'larni his qilasiz. Sizni ko'rinishingizda muskullaringiz bormi? Ushlaganda yoki yog'lar ushlanyaptimi-da? Bormi yog'lar? Menda shu qornim bor-da, ozgina. Ozgina qorinda. Demak, qoringiz nisbatan salgina. Qorin mashq bor. qilishimiz Ozgina. Qorin bor. Nodira opa, klub
haqida gapiryaptilar. Klubga yana boshqa ishtirokchilarimizga aytib o'tay, nima ekanligini. Men hozir davom ettirayotgan klubim 3 oylik klubimga qatnashganlar. Yana 2 oy, qancha oy qoldi? Yana 1 Marafonda oylik qoldi. birinchi marafoningizda qaldirg'ochiman. Birinchi marafon qatnashganman. Da. Oldin shaxsiyda qatnashganman, keyin marafonda qatnashdim. Ana endi hozir klubdaman. Klubimizda уже 2-oy ham yaqinlashib qolay dedi. 2 oy yaqinlashib qoldi. Klubda men Endi nimalarni endi o'rganyapsiz klubda? yana bay klubda borku вообще tushimga kirmagan ovqatlarni ko'ryapman, lekin вообще borku menga hammasi yoqyapti. Hammasini sevib qilyapman. Nima ishtiyoq bilan qilyapman. Juda ham menga yoqyapti hammasi. Yaxshi. Mazali. Oson. Oson hammasi yaxshi, zo'r. Juda ham anaqa. Lekin masalan biz o'zimizda o'zbeklar ovqat qilsak haliga bir cho'mich ovqat solib qilardik-ku. Ovqat yo'q qilsak, obedda bir qoshiq solasiz, bir qoshiq solasiz, bo'ldi, shu. Даже bir xil narsalarga ovqat solmaysiz, yog' solmaysiz ham. Yog' solmaysizda qaynatib qilib, keyin oxirida ozginagina yog' ustiga keyin solib ana qilinadi. Juda ham mazali, hammasi zo'r. Faqat hamma narsadan xursandman, shu vesim ketmayotganidan xafaman, xolos bo'ldi. Yaxshi, ana ichagingizdan biz xursand bo'lib bir kun. Men hayotda bunaqa kelmaganda, hayotda ichim mana 3 martalab kelyapti-da. Даже bir xilda 3 martadan ham ko'p kelyapti bir xilda. Kelyapti ichim, yaxshi kelyapti. Juda ham zo'r kelyapti. Qabziyat bo'lganlar eshitib qo'yinglar. Mana bunaqa rezultatlar, ichagingiz yosh bolani ichagidek bo'ldi degan Nodir opa, dahshat zo'r rezultat. Yoki bo'lmasa ves yurishdan ham oldin ichak obdon anaqa qilib keyin vesga ta'sir qiladimi yo? Ya, mashq qiling qorningizga. Mashq qilay, shu. Da, mashqdan qochmang уже. Har qanaqa bahona topmang. Ha, bo'ldi. Chunki ves biz уже muskul yig'ishimiz kerak. Yoshimiz qancha katta bo'lsa, yaxshigina muskul yig'sa, ayniqsa qorinda, oyoqda va qorinda ayniqsa ves yig'adi, muskul yig'adigan bo'lsak, ko'rinishimiz ixchamlashadi. Ushlaganingizda qorningizda yog' ushlanmaydi, chiroyli, haligi tonusi bor bo'lgan sportivniy ayol bo'lasiz. Lekin marafonga qatnashganimda smuzini doim ichdim-ku. Ukasi anaqa qilganimda. O'shanda lekin ves tashlavdim. Ves tashlaganda prosta hozir borku shu smuzini haligi organizm qabul qila olmaydigan payt ham bo'ladimi? Icha olmay qoldim-da hozir. Icha olmayapman-da smuzini. Agar men bahor boshlansa balki ichib qolarman, lekin hozir organizmim smuzini totmayapti smuzini. Payg'ambarimizni bitta sunnatlari bor. Tanang sen istamagan narsani majburlama degan narsa bor, sunnatlari bor. Shuning uchun istamayapsizmi, majburlamang. Yo'q, qolgan hamma narsani qilaman, lekin smuzini bor, cho'ta anaqa qila olmay qoldim-da, ichkim kelmay qoldi-da. Menimcha siz anaqa mazasiz qilgansiz smuzingizni, aslida rosa mazali narsa. Qayerdadir qanaqadir переборщить qilib yubordingiz. Ko'p yashil barglar sovurib, mazasiz bo'lsa badizga urib qoldi. To'g'ri, yashilni ko'paytirib yubordim-da, yashilni ko'paytirib yubordim. Badizga urib qolgandan keyin icha olmay qolasiz, chunki smuzini o'zini me'yorda qiladigan bo'lsangiz, u mazali ichimlik. Uni tanangiz istab qoladi. Qanida haligi mazali ichimligim deydi. Chunki ta'mini mazali qilgan bo'lsangizda, haligi yashil narsa foyda bo'lsin deb yashil narsani ko'p tiqib yuborsangiz, anaqa mazasiz narsaga aylanib qoladi. O'zida doimo majburlab ichganingiz uchun badizga urib qoladi. Shunaqa qilib qo'ydim, to'ppa-to'g'ri shunaqa qilib qo'ydim shekilli. Tan olaman, to'g'ri. Rahmat sizga. Boringizga shukur. Rahmat bo'ling. Yana ko'rishguncha. Sizda ham 3 kunlik roza marafoningizni o'tkazdim, shunaqa zo'r bo'ldim. To'g'ri ovqat yeganim uchun o'sha uglevodlarni hammasini shunaqa yengil bo'lib yurdim, maza qildim. O'zi 2-3 yildan beri mana shu правильный питаниеga o'tganimdan beri ancha rozada yaxshi yuradigan bo'lib qolganman. O'sha intoksikatsiya bermaydi, bosh og'ruv, lanchliklar bo'lmaydi, mana shunaqalar bo'lmaydi. Faqat shu menda o'sha gemorragический vaskulitim bor. Autoimmuniyda revma probam sal kechagina qarasam baland chiqibdi. Menga shu nimagadir o'zim belok yaxshi ko'raman. O'zi sutli mahsulotlar umuman qabul qilmaymiz. Sigir sutilar, mana shunaqalar. Faqat yesam bir tvorog yeyman, u ham правильный tvorog yeyman. O'shanga nimagadir mana shu vaskulitim anaqa qo'yapti oxirgi payt. Autoimmun. Da, autoimmunniy. S reaktivniy belokim, revma probam sal baland chiqibdi. Baland bo'lib ketdi. O'sha normasidan sal 3-4 baland, unaqa katta predelda emas. Baribir o'shanga qanaqa yo'l tutsammikin, menga spesialniy qanaqadir vaskulitlarga dietalar bormikin, uni qanaqa tekshirtirsammikin, уже 15 yildan beri уже tekshirtirib bormagan joyim ham qolmadi. Hammasini qilib ko'rdim-da. Hamma anaqalarni. Tushunarli. Menda hozir aytgan narsalaringizdan bitta informatsiya salgina ilib qoldi. Siz qanaqadir badlar ichaman dedingiz. Omega 3 va nima ichaman? Vitamin D ichaman. Vitamin D ichasiz.
Omega 3 ichaman. Hozir mana oldin juda ko'p ichardim. Ancha o'zimni yaxshilab olib, hazmlarim yaxshilanib, nutritsiologlarga borib, lecheniyalar olganimdan keyin hazm bo'lishlar to'g'irlandi, kekirishlarim ketdi, qorinda shishlar ketdi, charchoqlar ketdi. Hammasi Hozir nima qoldi? Hozir menda shu vaskulit bezovta qilyapti-da. Bezovta qilyapti. Qabziyat bilan omega 3 ichadigan narsangiz menimcha ta'siri past bo'lsa kerak. Aslida autoimmun kasalliklarda omega 3 salgina yordam beradi. Keyin vitamin D masalasini doimo qoningizni tekshirib, ortiqcha olib bormasligi uchun, vitamin D toksin sifatida ishlab qo'ymasligi uchun doktor bergan dozasida ichishingiz kerak. U doimiy ravishda emas. Yo'q, mendachi qarang, 70-80 mana shunaqada yuradi vitamin D. Tushunarli. Okey, demak profilaktik dozada ichib yurishingiz kerak. Ha. Undan keyin yeydigan ovqatlaringiz nimalardan iborat bilmayman, autoimmun kasalligini ancha bostirishi mumkin. Mana shu antioksidantlar bilan birgalikda. Ya'ni badlar antioksidantlar qo'shasiz. Ovqatingizni va ichimliklaringizda antioksidantli ichimliklar qilasiz. Shuni ketidan vaskulit S belokni ko'rsatmasi salgina pasayadi. Ha. Buni yallig'lanishni, ya'ni immunitetni tuzatish uchun allergiya bilan topshirmagansan, nimaga nisbatan degan narsam yo'qda. Sizda allergiya yo'qda, hamma narsa joyida. No, antioksidantlar bilan bostiriladi-da ancha. O'shanda immunitet sistemasi ortiqcha reaksiya qilib yormaydi. Qarang, bizga mana shu autoimmunkaga ashvaganda mumkinmi bizga? Ashvaganda ko'pincha tinchlantiruvchi narsa u. Uni anaqasi yo'q-a? Yo'q, undan kuchli antioksidantlari bor. Masalan, juda ko'p tushkunlikda, depressiyada, shunaqa narsalar bo'lganingizda ashvaganda ancha yordam beradi, asabiy bo'lgan vaqtlaringizda. Lekin ashvaganda antioksidantni sifati pastroq. Sizda hozir aytgan narsalaringiz ichida men faqatgina ildim bittagina omega 3 antioksidant sizga turyapti. O'sha ham agar so'rilsa, ko'p omega 3lar unaqa so'rilmaydi. Keling, badlar masalasida qaragangiz yaxshi va ichimliklarni shunaqa yallig'lanishga qarshi bo'lgan ichimliklarni ichishingiz kerak. Har xil damlamalar, tip ovqatlar ham xuddi shunga o'xshash bo'lishi kerak. U sizni anaqangizda Ramazon kursingizda bor-a va damlamalar bor. Bizlarni agar istasangiz nima deydi, shaxsiy konsultatsiyaga keladigan bo'lsangiz, polностью разбор qilamiz. 2 hafta pitaniyingizni qarab to'g'rilab beraman. Badlarni sizga moslashtirib beraman. Chunki yana ham dalshi surishtirishim kerak bo'ladi-da sizda. Yoshingizga ham qarab. Analizlaringiz bo'lsa, analizlaringizni ham tashlaysiz. Allaqachon bor bo'lgan analiz diagnozlaringiz bilan birgalikda. Bu individual konsultatsiyaga qaraladi. Ro'za dasturida esa bizlarda bu ro'zani yengil o'tkazish uchun tanani yengil tozalaydigan damlamalar bilan birgalikda ovqatlarni qilib boramiz. U yerda правильный питаниyaga odamlarga o'rganish bo'la boshlaydi. Doimiy uyda yeb yurgan narsasini to'g'ri yeyishni o'rganadi. Oshni to'g'ri yeyishni, mantini, kebabni, kartoshkasini, makaronni nima yesa o'sha narsasini to'g'ri yeyishni o'rganib boradi. Shu orqali tanasi правильный питаниyaning ketidan muammolarning 80% yo'qoladigan narsa. Lekin siz aytayotgan narsa o'sha autoimmun narsa, unga individual podxod kerak. Ha, bo'ldi. Lekin men o'sha birinchi kuni berganingiz o'sha tuxum bilan tvorog, keyin ketidan non yeganimdan keyin men o'sha oldin aralash qilib yerdik-ku biz u narsani. O'shani yeganimdan keyin bo'lsa siz bilmas ekansiz правильный питаниyani, haqiqiysiz. Shuni o'zida shunchalik qoyil qoladigan bo'lsangiz. Qanaqa ma'noda? Qanaqa ma'noda? Noto'g'ri yeganimdami, non aralashtirib qora kepakli non yeyman-da, qora un kepakli undan. Lekin nimani his qildim? Qani davom etingchi, nimani his qildingiz? Men o'shanda anaqa ochlikni his qilmadim-da, men to'yib yurdim-da, ochlikni his qilmadim men. Odatda meni hamma dasturimda hech qaysi och qolmaydi. Qornimiz och qolmayapti deydigan narsa правильный питание bu. Endi biz o'sha qonun qoidasini biz bilmas ekanmiz-da, o'sha nonni nimadan keyin yeyishi, suyuq ovqatni qachon ichishi. Lekin to'g'ri, mana og'zimni ochgandan keyin o'sha necha yildan beri issiq suv ichaman, 2 stakan, keyin namozimni o'qiyman, sirazu ovqatga kirib ketmayman. Ozgina salat, mana shunaqa qilib. Unday bo'lsa, birinchi ro'zadan boshlang, birinchi qadamingizni. Chunki men o'yladim, siz juda zo'r правильный питание zo'r biladigan odam bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. O'sha qarasam hali elementarniy joyda hali qoqilyapsiz. Yo'q.
elementarniy joyda qoqiladigan bo'lsangiz, menimcha siz hali to'liq bilmaysiz. Yana bitta narsa bor, masalan, foydali narsani yeyapman deb, uni tartibi, uni yeyish qoidasi bilmagan holda yesa, u tanaga unaqa darajada zo'r foydali bo'lmaydi. Правильный питаниani ilmiy isbotlangan qoidasi borda, qanday qilib tartibda yeyish degan narsalari bor, uni porsiyalari bor. Shuning uchun ro'za dasturiga qatnashing, o'rganasiz, baribir menimcha ro'za tutsangiz kerak. Xudo xolisa inshaalloh. Qatnashing, o'rganing. Shuni o'zida oxirida holatingiz ancha o'zgaradi. Holatingizni yana bir marta aytasiz, o'shandan keyin badni kompozitsiyasini shuni ichida o'ylab beraman. Bo'ldi. Dasturni ichida. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Siz chegaradan oshib birinchi darajali semirishga qarab ketib boryapsiz. Ожирение первой степенga qarab ketib boryapsiz. Ancha rezultat oldim. Mana 5-6 kilo vес tashladik. Sog'lig'im ham ancha yaxshi. Ancha tushishingiz kerak. Demak, 7 kilogramm tushasiz. 78 dan tushdim pastga. Gap yo'q, молодец, tabriklayman. Ya'ni xuddi shunday davom ettirasiz, 7 kilogramm tushasiz. Xudo xolasa harakatdaman. Xudo xohlasa-da. Sog'lomlashgan, asosiy holda sog'lomlashgan holda tushish. Faqatgina vazn tushirish maqsadi emas, sog'lomlashgan holda. Bu sog'lom ovqatlanish bilan, sizni maslahatlaringiz bilan, retseptlaringiz bilan o'sha darajagacha keldik. Nasib bo'lsa yana davom etamiz. Rahmat kattakon sizga. Sog' bo'ling. Degan bo'lsangiz, siz normaga kirasiz. Sog'lom vazn normaga kirasiz. Shundaymi? O'zimdan ozgina vazn yig'ishim kerak deb noto'g'ri o'ylab yuribsizmi? Shunday. Topdim-da. Voy, normaga tushsalar, negadir o'zbekistonliklar meni vaznim kam, men vazn yig'ishim kerak deb o'ylaydilar. Normadan qo'rqadilar. O'zimga bo'ladi, endi yaqin atrofdagilar, xo'jayinim ozib ketyapsan deydi. Yo'q, bu safar ayting, mana senga, mana sizga deng, isboti, raqamlarda isboti. Hattoki 54 kilogramm bo'lsam, men normaga turaman deng, norma hisoblanaman 54 dan 74 gacha. Nimaga bunaqa deb o'ylaydi ular atrofda? Chunki nima deydi, normadagi odamni ko'rib o'rganmaganliklari uchun. Hamma dumaloq semizchalar-yu. Shuning uchun bitta normadagi odam ko'rsa, voy, ozib ketyapsan, kasalmisan, sal semir, bizaga o'xshab qol dedilar. Lekin xo'jayinimizlar don boqqanida u kishini anaqa bizaga qo'shib bizadan o'rgatish kerak ekan. O'shanda norma bo'ladi. Er xotin norma bo'lib yurasa keyin. Shu aytgandim. Norma bo'lsangiz ham sizni biror narsa bezovta qiladimi? Tanangizda biron bir belgilar bormi? Yo'q, belgilar xavfsiyat bor edi. Yaqinda ichagimni rentgen qildirib, tekshirtirib, ular bitta polipingiz bor ekan shu ichakda dedi. Keyin yo'q, xavfli yo'nalisi yo'q, joyi yo'q, yaxshi, hamma tomon. Faqat shu ovqatlanishda salatlar, mevalar, kletchatkani ko'paytirishingiz kerak deydi. Yo'q, yaxshi hozir. Demak, sog'lom ovqatlanishni o'rganishing kerak deb aytibdilar. Ha. Sog'lom ovqatlanishni o'rganmasangiz, polip nima bo'ladi deb aytdilar? Ko'payarkanda. Ko'paysa nima bo'ladi deb aytishdi? Yo'g'ini aytishmadi lekin. Aytmadimi? Davay, men o'rniga aytaman, faqat qo'rqmaysiz. Polip rakka aylanishi mumkin. O'sha uchun hech qachon polip ichakda bo'lmasligi kerak. Polip hozircha yaxshi o'sma, lekin u hozirgi ahvolingiz yomonlashib ketadigan bo'lsa, rakka aylanib ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun doimo bahor bo'ladi. Yaponiyada kamerani tiqib, polipni olib tashlab, to'g'ri ovqatlanishga qo'yadi o'sha odamni. Chunki bu rakni oldini olish yo'li. Aytdi shu tekshirtirib ichakni unodan tekshirar ekan. Shu bilan olib tashlasak ham bo'ladi, lekin hozir qabziyatni to'g'rilashingiz kerak. Agar og'riq bo'lsa, kelasiz deyishdi. Shunday. Qabziyatni qanday to'g'rilash kerak? Parday va Sarvinoz, nima deysiz? Shu ularda mevalar, to'g'ri ovqatlanish, To'g'ri ovqatlanish. suv ichish kerak. Menimcha bilganlaringizni qilib ko'rdingiz, tuzaldimi? Ha, hozir yaxshi, lekin biron joyga chiqqan vaqtda o'zingizni uydagi tartib bo'lmaydi-ku. Shunda yana qaytalanib qoladi. Qaytalanib qolish uchun Sarvinoz, keling mana shu chegarada yurmasdan, dam bu yerga bo'lib, dam yaxshilangan, dam yomonlangan holatda bunaqa bo'lmasligi uchun restoranga borasizmi, kafega borasizmi, qanaqadir iftorlikda borasizmi, ovqatlanish shablonini o'rganib oling. 60 ta shablon beraman. Ertalab qanday, kechqurun qanday ovqatlanish kerak.
60 xil har xil 30 xil har xil damlamalar beraman. Shu orqali siz o'sha xavfli zonadan sog'lom zonaga o'tib oling. Ya'ni ichak masalasida-da. Chunki xudo ko'rsatmasin, biron bir narsalar bo'lib e'tibor bera olmay qoladigan yoki qabziyat cho'zilib ketadigan bo'lsa, polip bitta qadam oldinda rakka aylanib ketsa, uni tuzatish rosa qiyin. U yerda sotib ham davo topolmaydiganlar bor. Stress masalan qo'shilsa, stress qo'shilmasligi uchun. Stress qo'shilsa bu narsani qo'zitib yuboradi. Shuning uchun har doim biron bir narsani eng boshlanish bo'lsa, har qanaqa kasallik hali xavfli zonada o'tmagan, lekin uni o'sha birinchi qadamini, birinchi ko'rinishini, qanaqadir belgilarini bilib qoldingizmi, o'sha narsani birdan tuzating. Sizga oson, tez tuzaladi va arzonga tushadi. Ha, nasib bo'lsa. Qo'shiling, o'rganing ovqatlanishda, bu bilim siz uchun, hayotingiz uchun ham rosa muhim. Ilohim ibodatingizga ham kuch bo'lsin. Ha, shunday aytganingizdek. Qarang, shu ichakda muammo bo'lsa, ginekologik muammolar ham bo'ladi. Bo'ladi. Ginekologik muammo ham bo'ladi. Ichakdagi muammo ginekologik muammoga ham olib keladi. Keyin ginekologik toza hayot ham kechirish kerak. Ya'ni sizda partnyoringiz, turmush o'rtog'ingiz ham bu masalada toza bo'lishi kerak. Hech sizdan boshqa hech kim bo'lmasligi kerak. Sizda bor kasallik unda ham balkim bo'lishi mumkin. Birgalikda tuzalishlaringiz kerak. Tozalikka e'tibor. Keyin yana bitta narsa, ginekologiyga agar viruslar bo'lsa yoki hozirgacha qanaqadir bir viruslar o'sha yuqtirgan bo'lsa, bu bizni matkamizda saqlanadi. Ya'ni jinsiy organlarda saqlanadi va qayerdadir qanaqadir stresslar natijasida immunitet shunday pasayganda ular ko'payib ketadi. Va uzoq vaqt viruslar saqlanishi ayollarni jinsiy organlariga rakni keltirib chiqarish uchun Yaponiyada har yil tekshirtiradilar. Hech qanaqa virus bo'lmasligi uchun, hech qanaqa gribok bo'lmasligi uchun ham. Chunki bu rakni oldin olish hisoblanadi. Bizlarga har yili keladi, rakka tekshir, jinsiy bo'yicha tekshir, hammasini tekshir degan narsa bor. Check-up to'liq o'tamiz. Bizlarda esa muammo bo'lgandan keyin shu narsani rosa muhim deb bilingki, ayrim viruslar bor immunitetingizni buzib tashlaydigan. Shuning uchun turmush o'rtog'ingiz ham bu narsani seriozli qabul qilsalar, agar ularda ham qanaqadir virus bo'lsa yoki gribok bo'lsa, birgalikda tuzalishlaringiz kerak. Agar mabodo biron bir bola tug'ish niyatingiz bormi? Yo'q. Yo'q-da. Xudoga shukr. Agar bu bo'lganda edi, o'sha hozirdagi muammoingiz bolangizni sog'lig'iga ta'sir qilardi. Shu kamqonlikda holsiz, mana shu ayniqsa hayz ko'rgan vaqtlar juda uni bo'lib qolaman. Darmonsizlik. To'g'ri ovqatlanishni bilmaganingiz uchun ichingizdagi muammolaringiz bo'lmagan, yaxshi emas ekanligini sababi hozirgi holatlaringiz. Holsiz, anemichniy bo'lish. Aytgandek, bu narsa yaxshilanadi yengil ro'zada. Bitta kishi yana odzus beradilar, kamqon odam, 20 yillik kamqonlik kishi holsizligim yo'qoldi 3 kunlik ro'za tutgan paytda buni his qildim deb. Birdan 30 kunligiga qo'shilib oldilar. Shu 3 kunlikda ham ishtirok eta olmadim, nasib qilmagan. O'sha uchun Alloh nasib qilsin sizga va bizni sababchi qilsin. Ya'ni xavfli rozviyda yaqinlashdi degani bu xavfli zonaga yaqinlashish. Har qanaqa jiddiy kasalliklarni boshlanishida turibsiz. O'sha allaqachon ularni his qilyapsiz, menimcha tanangizni nimalarni his qilyapsiz, aytib beringchi, qanaqa belgilar bor? Menda ko'proq shu oshqozonim bezovta qiladi, bo'g'imlarimda og'riq bor. Keyin reflux ezofagit bor. Qarziyat ham bor. Bir buket ekan. Shu endi xudo xolasa mana 30 kunlik ro'zada ishtirok etish niyatim bor. Shunga hozir efiringizga kirib qoldim. O'zi sizni avgustdan beri kuzataman. Uzoqdan beri kuzatyapsiz. Birinchi vaqt marafoningizda opam qatnashgan edi. O'shanda kasal bo'lib opamga borib qolgan edim. Isisi, unaqa chegirma ham olgan edi. O'shanda opam tayyorlagan narsalar bilan iste'mol qilganman. Yoqdimi? Yoqdi. Dilopa, sizga katta rahmat. Birinchi navbatda shu 10 kunlik yash marafoningizda men opam qatnashdi, lekin kasal bo'lib borib qolganim bir Allohning yordami bo'ldimi? G'oyib siz to'g'ri kelib qoldingiz. Men 5 kilo vес tashladim. Shundan beri smuzini doim ichib yuraman. Orada jicha opam balansli tarelka o'rgatdi menga ham. Shundan foydalandim. U paytda men 89 kilo bo'lganman. Mana o'sha vesim bo'yicha 83 kilo bo'yicha hozir turibman.
Smuzilarni iloji boricha tayyorlab ichaman opa, katta rahmat. O'shuning uchun ham hozir menda oshqozonimdagi muammoyim sal jiddiylashgani uchun reflux ezofagit nima yesam zarna bo'raverganim uchun hozir mana ro'zaga kiryapmiz, niyat qildim, qatnashdi. Klubga imkoniyatim bo'lolmay qoldi. Klubda ham qatnash anaqasi ketayotganda sharoitim bo'lmay qoldi qo'shilib olishga. Endi hozir men ro'zaga xudo xolasa tayyorlandim, qo'shilish niyatim bor. Alloh nasib qilsin. Rahmat opa. Shuning uchun xudo xolasa effekt ko'rganman. Opam orqali sizni sababchi qildi. Endi xudo xolasa 30 kunlik ro'zani ham yengil chiroyli tutib, o'zimga ko'p bilimlar olish niyatim bor. Nasib qilsin, nasib qilsin. Klub nasib qilmagan ekan, lekin mana bu ro'za nasib qilsin. Ibodatlaringiz yana ham but bo'ladi, yana nima deydi, to'liq bo'ladi nasib bo'lsa. Kuch bilan qiladigan bo'lsangiz. Katta rahmat, xudo xolasa. Xursandman, opangizga ham salom ayting. Sizda ham rizqingiz qo'shilganda xursandman. Men bilaman, doimo men dasturga qatnashgan odamlarda bitta o'sha kishida emas, butun oilasida katta rezultatlar bo'ladi. Shuning uchun bizlar 5-6 baravar odamlarga anaqa yordam berayotganimizni tushungan holda va shunga rozi bo'lgan holda shu narsani hattoki kutgan holda qilamiz. Ilohim oilasiga ham shunaqa manfaatlar bo'lsin-da, nur keltirsin deb. Tanasiga, qalbiga, sog'lig'iga deb. Xursand bo'ldim. Yana bir narsani aytmoqchi edim. Shu opam orqali qatnashib, balansli tarelkadan foydalanib, uyga kelib ham o'zim shularni takrorlaganda hattoki messenjlarimdagi o'zgarishlar shu orqali jenskiy tarafdan yengillik bo'lganini ham his qilganman Dilopa. Sizga katta rahmat. Xursandman. Qanday zo'r narsa, qanday zo'r narsa. Xursandman. Yana ham yaxshilanasiz. Endi bu safar 30 kunlikda ichidim ham ro'zaga kirayotgan bo'lsangiz, hamma holatlar bo'yicha anaqa raqamlarni belgilaydigan bizni anaqa programmamiz bor. O'shani to'ldirasiz. Biz uni analiz qilamiz. Qayerda hozir muammoingiz borligini yana qaysi kelishi nihoyatda kam edi. Shu tarafdan kasallarim ancha yengillaganini ham sezganman. Unisiga ham yana bir marta rahmat Dilopa. Xursandman. Rahmat Xadija. Demak 30 kunlikda ko'rishamiz siz bilan. Sog' bo'ling, katta rahmat. Tabriklayman. Siz ham yam-yashilni o'rtasidasiz. Normaga tushgansiz. O'sha siz aytganda singillarni anaqalarni qilib keldik. 10 kunlik marafonda qatnashdim. Ancha natijalar yaxshi bo'ldi. Menda hozircha muammo yo'q. Faqat shu orada 1 kun yarim kun davlina ko'targanda bo'ldi. Mana shu bosh aylanish bo'ldi, ham yog' bo'ldi. Nimadanligini endi bilmaymiz. Shu hozircha ovqatlarni o'sha siz aytganingizdek 3 mahal bo'lmasa ham 1 mahal 2 mahal anaqalarni qilib turibmiz. Tilkatga. Anaqalarni ovqatlarni yeb. Yaxshi, xudo xolasa. Endi 3 kunlik anaqaga qatnasha olmadim, aslida ishlar bilan bo'lib. Ro'zaga tayyorlovga. Ro'zaga tayyorlovga. Tayyorlab qilolmadik. Ko'ramiz, endi agar anaqa unga qo'shilib olamiz, bunga 30 kunlikka. 1 oylikka. 30 kun. Chegirma bor bilasizmi? Da, chegirmangizni ishlating. Chegirmangiz bor. Siz juda ham aktiv qatnashganingiz uchun chegirma bergan edik. Chegirmangizni ishlating, zo'r shans. Qarasam hozir hammasi ayollar ekan, erkaklar guruhi chat bo'ladi, anaqa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Chatimizda уже tekshiruvlar bu yerda ro'zada bo'lmaydi, lekin savol-javoblar ketadi. Shuning uchun erkaklar uchun alohida ochganim bilan savollarni, qolgan kishilarning savol-javoblarini eshitganingiz yaxshiroq bo'ladi. Asosan ro'za haqida ketadi u yerda. Ya'ni saharliklar haqida, retseptlar, menyular ketadi. Aytganday, retseptlar keladi sizga rosa foydali. Chunki oshxonada ishlaydigan zo'r shef-poverimiz Mirtalab aka, siz shunaqa sog'lom ovqatlarni qila oladigan bo'lsangiz, ham tabiati chiroyli joyda, ham sog'lom ovqatlanishga rosa kirishib ketgan odamlar uchun ham eng zo'r ko'p narsa tayyorlashni o'rganasiz. 60 xil retsept bilan 30 xil damlamalar bo'ladi u yerda. Xudo xolasa, xudo xolasa. Da, hamma ovqatlar siz uchun pishirish rosa oson. Asosiysi anaqa shablonlarni o'rganasiz. Retseptlar O'zbekistonda yo'q bo'lgan, lekin o'zbeklarning og'ziga yoqadigan yangi turdagi retseptlar ham kiritganman, yangi turdagi ovqatlar ham kiritganman. O'shalar ham siz uchun yangilik bo'lsa kerak. Qilib ko'ring. Desimiz normalniya, endi masalan ozg'inroq bo'lib ketyapmanmi deb o'ylab qo'yapman. Oldin o'sha uchun men sizga yubordim. Qarang, normadasiz. Norma. Ziddiyatli yog' bo'ldi. Qorindan bo'lib, qorinda ishish ham bo'ldi, qorin tekis bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. O'shani qizdan kelgan. Chiroyli yigitcha bo'libsiz o'sha. Shunga yana o'ylamanki, o'sha oldin 83-84 bo'lib ketardim, hozir 76 kiloda yuribman, yaxshimi? Shu normallik bo'lsa kerak edi. O'zmaganman. Da. Yaxshi, ko'pchiligiga maslahat beryaptim. Mana shuni qilib ko'r, mana shuni qilib ko'r, ana shunday qilib, yaxshi natijasi yaxshi bo'ldi. Da. Qadrini o'rgandik, qilayotgan nimaligini bildik, smoothie nimaligini bildik, oqsil uglevodlar nimaligini bildik, bilmas edik endi.
Da, bilim o'rgandingiz. Ha. Rahmat, marafonga xudo xohlasa qo'shilishga harakat qilamiz. Da, ro'za dasturi 30 kunlik, marafon emas. Mana ha, ro'za dasturga. Xudo xohlasa. Da. Endi bizda endi yoshimiz kattaroq ko'p iftorliklar ko'p bo'ladi-da, shunga ikkilanib turmay. Har kuni iftorlik bo'ladi bizda. Da, iftorliklarda ovqatlanish shabloni bilib olsangiz, o'sha iftorlikdan bemalol to'g'rilab yeyish mumkin. Shuning uchun iftorliklar muammo emas. Da, iftorlikda bo'lishini hisobga olgan holda anaqa programmamizda ishlab Vaqt chiqdik. kelsa ertalab nahorga oshga ham bordik. Oshga lekin oshdan oldin o'sha smuzin anaqalar kletchatkalarni yeb keyin oshga ham borib qilib keldik. Xabaringiz bor-ku o'zingizdan. Da. Aha. Rahmat, charchamaylar. Ikkinchi marafoningizga qatnashgandim. Smuzilar вообще zo'r yordam berdi organizmga. O'zimda, oilamda sezdim, butun oilamda sezdim. Qorin yo'q, yuzim qandaydir bir yosharib ketganda, anaqalar yo'q, osilishlar yo'q, anaqalar yo'q. Tiniqlashganda yuzim tortilib qolgan. Ozganman. Botoks urganni tekislashib, tortilishib, tortilishib qolgan. Oqarib, yaltirab qolgan. Zo'r. Siz aytganday qilyapmiz, lekin smuzilarda rosa zo'r yordam berdi. Gap yo'q. Qolganini ro'za dasturida davom ettiramiz. Xuddi shunday analizlar qilinadi. Xuddi shunday holatlaringiz raqamlarda ko'rsatiladi, hattoki belgilar. Men hozir tanangizda nima his qilyapsiz degan holatlaringizni tahlillarini qilamiz, oxirida ham tahlillar. Bular hammasi 30 kunlik dasturning summasini ichiga kiradi. Bepul tahlilini qilib beramiz. Xuddi shunday olmish xil turdagi ovqatlanish shablonlari, yangi turdagi retseptlar olasizlar va 30 xil turdagi damlamalar bilan birgalikda ham tanamiz poklanadi, ham ibodatlaringizga kuch bo'ladi. Ilohim, shu orqali sizlarni ro'zalaringiz, ramazonlaringiz yengil o'tsin. Sog' bo'linglar.